Assalomu alaykum hammaga. 18-iyul birinchi smenada asosiy matematikaga tushgan ajoyib bir geometrik misol yechimini ko'rib o'tamiz. Bu yerda ABC'da parallelogram berilgan ekan. A da 24 ga teng, D esa 15 ga teng va B da diagonal o'tkaziladi. Hosil bo'lgan ikkita uchburchakka ichki aylanalar chizilgan. Aylanalar markazlari O1, O2 va aylanalarning diagonallariga urinish nuqtalari Y va F. Hosil bo'lgan O1, Y, O2, F to'rtburchakning yuzini hisoblashimiz kerak ekan. Bu yerda nimadan boshlaymiz ishni? Birinchi bo'lib mana bu yer 60 gradusligi ham berilgan bizga. Buni yozib olamiz. Bu tomon 15 bo'lsa, bu tomon ham 15, to'g'rimi? Endi 15 24. Biz ABD uchburchakda BD tomonini kosinuslar teoremasi bo'yicha topib oladigan bo'lsak, ildiz ostida qarang, men bular qisqartirib oldim. 15 bilan 24 ni 3 marta qisqartirib 5 bilan 8 qilib ishlasak sal osonroq bo'ladi. Bunda 5 kvadrati 25. Mana buni 3 ga bo'lib 5 deb yozib oldim. Buni 8 deb yozib oldim. Xo'p, 25 plus 64 minus 8 kere 5 bizda 40 va kosinuslar qisqarib ketganligi uchun 40 ni o'zini yozib oldim. Bu bizda mana bu 24 ni bersa, bu bilan 49 bo'ladi va 7 chiqadi. 7 ni 3 ga ko'paytirsak 21. Demak, bizda BD tomon nechaga teng ekan? BD tomon 21 ga teng ekan. Endi BD tomon 21 bo'lganda, mana shu tomon 21 ga teng bo'lsa, biz mana bu yerda BY masofani topishimiz mumkin. Mana buni x desak, bu ham x bo'ladi. Buni x ni topish uchun nima qilamiz? O'sha x ni hosil qilgan tomonlar 15 va 21 ni qo'shib, undan ayiramiz bu tomondagi 24 ni, shunda bo'lamiz 2 ga. Bu 36 va 12 taqsim 2 6 bo'lar ekan. Qarang, mana bu yer 6 ga teng. Mana bundan bungacha bo'lgan masofa ham 6 ga teng bo'ladi. Shunda 6, 6, 12 bizda jami 21 chiqish uchun mana bu EF masofa 9 bo'lib qoldi. Endi mana bu yer perpendikulyar-ku, urinmaga radius tushirilganda. Biz hozir O1, EF uchburchak yuzini topsak, bu uchburchak yuzi bilan teng bo'ladi. Bu uchburchak yuzini topish uchun nima qilamiz? Bizga radius kerak. Qarang. Radiusning formulasi 2S taqsim A plus B plus C. To'g'rimi? Uchburchak yuzini ikki tomon va ular orasidagi burchak sinusi bo'yicha topib ketamiz. 1 taqsim 2 ko'paygan, bu tomon 15 ga teng, ko'paygan 24, ko'paygan sinus 60 gradus ildiz 3 taqsim 2. Bularni hisoblasak, demak 90 ildiz 3 bo'ladi. A plus B plus C bizda 15 plus 24 plus 21. 36 va 60. Xo'p, shunda demak, mana bu yerda 2 qolib ketdi. Mana bu 2 ni yozib olaman. 2s deganimizda bu 2 ko'paygan 6 ko'paygan 15 180 ni beradi. Demak, 180 ildiz 3 taqsim 60imiz bu 3 ildiz 3 degan. Demak, qarang. Radius nechaga teng bo'ldi? 3 ildiz 3. Radiusning joyiga 3 ildiz 3 yozamiz. Shunda 3 ildiz 3 ni 9 ga ko'paytirsak 27 ildiz 3. Bu 13,5 ildiz 3, bunisi ham 13,5 ildiz 3. Umumiyda 27 ildiz 3 ekan. Demak, keyingi savollarni ham kuzatib boring.